Mana bundan oldingi videoda aytilgan zonamizga bozor kelib qoldi. Bizda limitlarimiz tayyor turibdi. Kuzatishda davom etamiz. Mana limitimizga keldi, o'sha bizni limitlarni oldi. Mana ko'rishingiz mumkin, limitlar hammasi olingan. Mana biz aytgan zonamiz 4662 dan boshlab mana ko'rishingiz mumkin. Mana bizda limit terilgan edi. Bundan oldingi videoda ham ko'rsatganmiz. Qanaqa reaksiya olishini ko'rishingiz mumkin. Mana ozgina qoldi tek profitga. Mana tek profitlar urildi, ko'rishingiz mumkin. Mana biz aytilgan joydan aytilgan joyga chiqib berdi. Yo'qdan bor qilish strategiyasini biz real paytda ham mana ko'rsatib berdik. 74 deb aytganmiz. Biz aytgan narxda bozor shu yerda yurgan payt edi. Biz zonani chizdik, bozor yurib berdi. Yo'qdan bor qilish strategiyasini narx bu yerdaligida biz berganmiz. Narx aytilgan joydan yurib berdi. Aytilgan chiziqqacha ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? Bu sohaga yangi kirib kelayotganlar, birovlarga ishonib katta pullarni berib yurmanglar, ishonmanglar. O'zingizlarga birinchi o'rinda investitsiya qilinglar, bilim olinglar va tajribada ishlatinglar va sizlar ham xuddi shunaqa zonani chizib turib yurib berishini topishinglar mumkin. O'shaning uchun mashinaliklarga aldanib qolmanglar.